Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bir usta akamizning ishxonasiga keldik. Bu yerda sifatli ratan stullardan tortib temir stullargacha ishlab chiqarishar ekan. Bu akamiz bilan hozir narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum usta aka, yaxshimisiz? Bugun bizga stullarni tanishtirib o'tsangiz. Mana o'quv kurslari uchun bir kichkina partalar bor. Kattalarga ham kichkinaga bo'laveradi. Qulaylik. Bular donasi 200 ming. Bularimiz 2 kishmalik parta. Baquvvat mustahkam. Behijob kattalarga kichkinaga bo'laveradi. Bularimizni komplekti 500 ming. Shunday. Ikkita stol, bitta parta. Keyin narujnoxona xo'jaliklarga 6 salik komplekti 750 ming. Qorasini qo'yib beriladi. Rangi farqi yo'q. Mana to'yxonaga oladiganlar bo'lsa 10 kishmalik. Bu yig'iladiganimi? Yig'iladigan o'ntasasi 2 metrga 75. Paxta guli deyiladi. Bunimizni komplekti 2,5 million. Mana yumaloqdan 10 kishmalik. Bunimiz komplekti 1,5 million so'm. Mana qarabsizlar stullarimiz bularimiz donasi 180 mingdan. Bularda ham 6 salik, 4 talik, 8 talik, 10 talik berilaveradi. Zakasga qarab. Bularimiz 180 mingdan. Bu yog'idan boshlab bularimiz 200 mingdan donasi. Bularimiz 180 mingdan, 160 mingdan bularimiz. Tushunarli. Endi bu yoqdagi stolimiz. Bu yoqdagi stollarimiz. Bularimiz 6 salik taklanadi. Qanotasi 6 salik bular. Juda ham chiroyli model ekan. Bularimiz komplekti 2200 ming. Bular hayvanlar 8 talik, 10 talik, 4 talik zakaz qarab turib. Bularimiz 4 taliklarimiz bor mana bu yerda. 4 taliklarimiz 550 ming komplekti. Buni ham 8 talik, 10 talik. Buni hayvanlar zakaz qarab turib. Tushunarli. Ularning kraskalari parishkoy qilingan. Parishkoy kraska, mo'yshi material. Juda ham sifatli chiqqan ekan. Bular 09 baquvvat bilan. Bular donasi 100 mingdan. Mahallaga, xo'jalikka, narujnoxonaga qanaqa zakazlar bo'lsa qilaveradi.